Andan keyin o'sha odamda sizmi shu bu mavjud lagerda 1 yil turgandan keyin bu jinoyat uvusida boshqa yerga setib etildim dedingiz hozir. Ya'ni ikkinchi bir yerga setib etilib, u yerdan Ruqiya xonim sizni qutqizib chiqib ketdi, shundaymi? To'g'ri. U yerga setib etilish jarayoningiz qanday bo'ldi endi? Nima ish qilsa, ya'ni pul topolmadim deb sizni setib etdimi boshqa yerga? Ha. Endi u yerda 1 yil turgandan keyin, shu bizniki yotoqlarimiz masalanga, u mafiyadagi biz turayotgan ishxona, biz turayotgan yotoqqa, shu shirkatdan shu bazining egasiga, ya'ni shu o'ltiraq rayonining egasiga pul to'laydi. Ha. 1 yil ishlab bir mo'lcham pul topolmagandan keyin u yerda biz seni beqiverimizmi? Ha. Biz sening ushiringni qorong'i bozorga chiqardik deb ularning avval deb bir narsa bor. Qorong'i tor. Shularga mening ushirimni chiqiribdi. Shu yerda menga deganim o, hatto uni oldimi bizga jiqtab qo'rqitdi. Shu ichki a'zoinglarni setib etamiz. Bizlar nimachilik setib oldik, manchilik pul ketdi. Biz yantaga ishla qilamizmi? Deb shu chaqdimi meningki ushirimni qorong'i bozorga chiqargan chaqda kimlar ishini bilmaymiz. Ha. Balkim ishga a'zo oldigan yerni setib olishi mumkin. Shu kunlar ko'may ishlaydigan bir yerlar bor ekan, ham kuch ish qildigan. Ular shu chigandan tortib o'lab qolib shu yerda ishlaydi ekan. Ashta yerlar setib olishi mumkin, ham har xil qanday yerni setib olishini bilmaymiz. Shu joyda ham mening bir mush xatarlik yerlarga setilib ketmasligim bir egimiz turtki bo'ldi. Shu yerdan meni shu poytaxtdagi bir o'xshash bir mafiyaga setib olibdi ekan. Agar u yerni setib olmay, meni mush ishga a'zo oldigan yerga setib olgan bo'lsa, Tailandga o'sha dengizga chiqmasa, bu yoqqa men yo'q. Ha, tushundim. Hayrat mishada ilqima sizga yordam qilgan bo'lib, sizni Kambodjaga setib etgan to'q firmasidagi Xitoy. Sizni qancha pul setib etibdi? Bildingizmi keyin? Mening endi menga oxirgi topgan ushirim $17,000 sotdi deb anglagan. Ha. Chunki u gapni menga yetkazgichi shirkatning odami. Ular men rost gap qildi deb o'ylamayman. Rasmiy yolg'onmi u to'g'risida men bilmadim. Chunki men bir eng to'van qatlam ishlaydigan bir quldek bir odam, uni so'rash huquqim yo'q mening. Xo'sh. Lekin o'tir hisob bilan shu bahoda bo'ladi ekan. Xo'sh, endi siz bu odamda ikkinchi bir yerga setib etilgan odamda Kambodjaning ichida. Bu yerda qanchalik turdingiz? Uning keyin qutulib Kanadaga. Bu yerda 20 kun atrofida turdim. Ha, uzun turmabsizda unda bo'lsa. Demak, ikkinchi setib olgan yerdan sizni setib olib, andan keyin bu qutulish jarayoningiz boshlandi degan gapda. To'g'ri. U yerni shu Ruqiyadam o'zi 3-4 kun paranglashib, nimalarni deyishdi men uqmadim. Balki meni pul elib qo'yib etishga qo'shilibdi. Lekin uningga pulni yetkazib bergandan keyin men chiqib ketdim. Chiqib shu yerda 4 oy atrofida men qochib yurishga majbur bo'ldim. Yana Kambodjaning ichida. Chunki to'g'ri Kambodja poytaxtida. Ondan keyin u yerda bir qancha xatar kelgan bo'ldi, Xitoy qo'g'lab ketdi. Men tuzuk talab chiqarmayman. Anda sonda bir yeydigan narsam tugsa, shu atrofdagi bir yerdim, shu biz yeylaydigan narsani elib men kirib ketdim. Elib kirsam 3 Xitoy o'tiribdi, hamda ularning kiyinishi bir xil o'xshash tantarbiya olib, kiyim 3 yildan bir talda so'lga chachlari qisqa. Men qarsam men tarafga birisi qarab, boshqalarga gap qildi, 3 yil tanglab qaradi menga. Şu asta kenim gelsem koptu ular, kopapti. Şunlar men yan tarafda ko'juk qish bilan kirib ketdim. Keyin telefon qilib mushta ish bo'ldi Ruqiyada desam, shunlar bu bexatar bo'lmaydi kiyafka. Deb keyin bir qancha davlat aralab boshqa bir yerga bordim. U yerda yana 4 oy atrofida turib qoldim. 4 oy atrofida turib kelib, shu yerdan yotoq tomoqlarimni Ruqiyada hal qildi. Xo'sh. Chunki hamda u yerda o'zimning yerimda bir mo'cham pul topgandek ahvolim yo'q-da mening. Shu yerda har xil tanishlar orqali, qaror munosabatlar orqali
pul sepirish orqali yotoq tomoq ishlarini hal qilib shu yerdagi ma'lum bir odamlarmi ya'ni 2 oy yotoq tomoqni ko'targan bo'ldi. Chunki Ruqiyada meni setib elish, Kambodiyada har qaysi davlatlarga, har qaysi tashkilotlarga yo'l menish orqali shu ketgan vaqtlarda menga tomoq, yotoq hamma narsa bo'lib, endi oxirida Ruqiyadamdan faqat pul qolmay, shu men borgan davlatdagi ma'lum bir odamlar 2 oy yotoq tomoqimga mas'ul bo'lib qildi. Xo'sh. Oxirida hech qaysi davlatdan yoki hech qaysi bir tashkilotdan biz hal qila olmaydi ekanmiz degan, hal qilaydi ekanmiz yo hal qilaylik degan bir xabar kelmadi. Shuning bilan men o'zim Kanadaga yo'l mangay deb bir oy atrofida vaqt ketdi. Shuna Kanadaga kelib, hozir shu yerda Allohga shukr. Yaxshi yashayapman. Hakikaten işkab acayip bir hayat hakikaten ya. Deganingizdak balkim keyin ko'rgansiz chiqqan ekan Ruqiya xonim shu masalalarni Facebookda bir kuni ismingizni, joyingizni oshkorlamay turib bir xalqqa bir video so'z qilgan edi shuna. Yordam qildiganlarmi shu. To'g'ri, shu to'g'risida men burun Ruqiyada menga degan. Men nurg'un bilan aloqa qilib yurdim emasmi? Moldoz, oshpaz degandek odamlar bilan aloqa qilib yurgan shular degan. Sizning xabaringiz Xitoyning quliga yetib qolsa bo'lmaydi, ama jeningiz tig'izda turgandek turib yetibdi. Boshqalar bilan aloqalashmang deb boshlab hammasidan meni aloqamni uzib etgan. Xo'sh, xo'sh. To'g'ri zodi. Aslida bundan burun bu shu o'zini tuta olmay uning bilan aloqalashib, mush bola tutib ketganlar bor emasmi? Hatta aloqalashish sharoiti yo'qlar bor ekan. Hatta men shu Kambodiyaliklar bilan bir gapni qistirib o'tay. U yerda ba'zi Xitoylar bor. Burun xo'jayin bo'lgan mushta mafiyaninki, xil bir cho'ng xo'jayinlari yo bir cho'ng boshliqlari bo'lgan ba'zi bir Xitoylar vayron bo'lib, yoki oldinib setilib ketib, bizlar birga bir darajada ishlagan Xitoylar bor. Shularmi hatta bizga deganti, men boshqa mafiyada Uyg'ur qizlarni ko'rdim deb. Ular sut zavodi deb bir yer bor, mush odamniki bu Xitoylar harom yo'ldan qancha boy bo'lgan sari shuncha odam qilibdan chiqqan ishlarni qildi ekan. Masalan, odam sut ichish, shu bola yeyish, shu ishlarni qilib ekan. Hatto shu qo'soqdagi bolani elib, men ichidagi bolani elib, uni qoq qilib bo'yniga osadigan ishlar ishlar bor ekan. Shunday ishlarni olgan men. Hatto shu bolani tug'ilgandan keyin jiliklarni elib, mush yaqinda Xitoyda chiqdi-ku. 150 yoshgacha yashash maqsadiga yetalaymiz deb. Shu yerdagi shu tug'ilgan Putin Kim Jong-un bilan manga vaqtida o axborot chiqib ketgan masalada. To'g'ri. Hatto shu bu endi shu yerdagi bolalardan qarib qaralmaydi. Bu ishni chunki Kambodiyami shu odam tadqiqot markazi bor ekan, shulardan tadqiq hamkorlashgan nurg'un organlarni e'lon qilib etdi. Ma'lum qilib javob olgan chog'da. Menga bizning davlatimizga yordam qilmasanglar, shu hamkorlashuvchilarning tizimlikini oshkorlab etamiz deb Xitoydan 60 necha shu cho'ng doktorxonalarningki, tadqiqot markazlarininki tizimlikini oshkorlab etdi. Shu Kambodiyadagi bolalarni tadqiq qilgan yer bilan hamkorlik bor ekan deydi. Shunga qo'rqmay, mushu asrning oxirlarigacha 150 yoshga kirishni ishga oshiramiz deb shularning orasidami mush bizning Uyg'urlarningki qiyni bor. Ya Rabbi. Chiqib izilayotgan, xo'rlanayotgan hamma yerda biz Uyg'urlarningki sayısı baki o yerda. Hakikaten hem de bu elbette jarayon bu Xitoyga ma'lumot bermaslik uchun bu butun qanday yo'llarni ishlatib Kanadaga borganligingizni bu yerda ekranda deyolmaymiz. Chunki Xitoyga ma'lumot bergan bo'lishini qilsak. Albatta hamda siz mayli Xitoyning ichidagi ana shu
minglagan sanoqsiz lagerlarda turayotgan yosh qiz yigitlarimiz olsun aşağıdan qachon qutulamiz deb. Mayli mana shundoq chet ellarga yana shu Xitoyga setib etilib, yana Xitoyning jinoyat uvularida shundoq inson ko'rmagan kunlarni ko'rayotgan nurg'un qarindoshlarimiz bo'lishi mumkin ham deb. Albatta yuqorida so'zlanganlarning hammasi mush yoshlarimiz uchun dunyoning har qaysi joylaridagi nihoyat cho'ng bir ogohlantirish hamda diqqat qilish kerak bo'lgan har xil qiziqtirishlar bilan vatanning ichida bo'lsa ham setib etilib majbur o shaklda u yerga tushib qolish mumkin hamda o jinoyat o'g'illarga erkin dunyoda ham shunday har xil qiziqtirishlar bilan bu tuzoqqa tushib qilib ihtimoli bor shu hamda shu Turkiyadagi bir yerda nurg'un shu turk yoshlarining unda o'g'illarga tushib qilayotganligini ko'ryapmiz, anglayapmiz. Bu yoshlarimiz Sonra mushiyadagi Uyg'urlarmi menimcha bu ishlarga bak diqqat qilish kerak. Ular qila oladigan har qanday ishni Kambodiyadagilarning bu qilish qo'lidan keldi qila oladi. Shu u Turkiyada aglishning hojati yo'q. Uncha ular jiq pulni berganga haq so'ra emas. Bu shunga bak diqqat qilish kerak asli.